Yelka bo'g'imidagi kuchli og'riqlar va uni harakat cheklanishi bilan odatda ikkita holatda kelishadi. Bu adgezivniy kapsulit va impingement sindrom tashxisi bilan kelishadi. Bu ikkala holatdagi og'riqlarning kelib chiqish holati va ularni farqi, bir-biridan farqini hozir tushuntirib o'tamiz. Adgezivniy kapsulit va impingement sindromi 80-90% holatlarda kelib chiqish sabablari bir xil bo'ladi. Bular ya'ni yelka bo'g'imini kuchli shamollashi, yelka bo'g'imidagi fibroz, yana nima? Yelka bo'g'imidagi post-travmatik holatlar, ya'ni yelka bo'g'imini qat'iyatdir urib olish, umuman yiqilish oqibatida kelib chiqadigan travma holatlaridan keyin kelib chiqadi. Yana ko'pincha ayollarda, lekin erkaklarda ham bor, lekin ko'pincha ayollarda plus qandli diabeti bor ayollarda. Ya'ni qandli diabeti bor ayollarda moyillik bor. Mana shu adgezivniy kapsulit bo'lib qolish erkaklarga ko'ra ko'proq moyillik bor. Yana autoimmun kasalliklardan keyin ham adgezivniy kapsulit kelib chiqish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Adgezivniy kapsulit va impingement sindromidagi og'riqlarning farqini aytib beraman. Adgezivniy kapsulitdan boshlaymiz. Ya'ni adgezivniy kapsulitda 3 ta faza bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Birinchi faza zamораживания, ikkinchi faza замороженного плеча, uchinchi faza размораживания. Odatda 1 yildan 3 yilgacha cho'ziladi bu og'riqlar. Odamlar bor, undan ham ko'p bu og'riq davom etadi. Обязательно 3 yilda yaxshi bo'ladi degani emas. Birinchi fazada og'riq juda kuchayib, harakat cheklanishni boshlaydi va og'riq qo'l tinch turgan holatda ham, harakat holatida ham kuchli bo'ladi va odatda ko'proq yelka bo'g'imining o'zida lokal og'riqlar kuchli bo'ladi. Ikkinchi fazada og'riqlar nisbatan birinchi fazaga nisbatan kamayib boradi, lekin harakat o'sha to'poylashib boradi, ya'ni harakat ko'proq cheklanib boradi. Uchinchi faza razmorajivniyada og'riqlar уже ancha kamayadi, lekin harakatlar qisman tiklanishi mumkin, lekin u полностью tiklanadi degani emas. Impingement sindromida og'riqlar qanaqa bo'ladi? Impingement sindromida og'riq tinch turgan holatda unaqa bezovta qilmaydi. Odatda harakatlarda ko'proq bezovta qiladi. Qo'lni oldinga qilishdi, boshga olib kelishdi, yonga ko'tarishdi, orqaga olib kelishdi, kuchli og'riqlar kuzatiladi. Tinch turgan holatida bo'lmaydi. Plus bu og'riqlar ko'proq bundan oldingi videolarda tushuntirib berganmiz, mushaklarning ko'proq siqilishi, spazm oqibatida kelib chiqadi. Hamda impingement sindromida og'riqlar qo'lga ham beradi. Faqat yelka bo'g'i adgezivniy kapsulitga ko'proq yelka bo'g'imini o'zida emasda qo'lga ham beradi og'riqlar. Mana shu impingement sindromi bilan adgezivniy kapsulitdagi og'riqlarning farqi.